Xonimlar, tinchmisizlar? Akmaljon sog' bo'ling, zo'r ish bo'libdi. Ofislar ochib qutlug' bo'lsin. Ana futbolda o'rnini bosadigan ish bo'libdi. Stadionda futbol o'ynalmayapmiz, o'sha ikki kelib yig'ilib turamiz endi choy-poy ichib. Mana shu umraga jo'natadigan ofisingiz bir yo'la ibodatlar qilib, hajiga ham jo'natadigan joy bo'lsin. Amin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har shanba kelishaversin. Xolasa har kuni kelasiz. Tengdoshlar, eshigimiz ochiq. Ha. O'tirib, ancha to'g'riga o'tkazib berishni olmayman, bo'lmaslar. O'zi ashi joyga yarashadigan bolasiz, o'zi ko'zda emasin. To'g'ri. Xudo xolasa kelaveringlar akalar, aka bo'lib. Xudo xolasa hammalarning nonlaring bor, hammalarning hurmatlaring bor. Ya o'zi ana futbolimizdan to'xtab qoldi-yu. Mana shu futbol o'zi mana yoshimiz 45 ga kiribdi. Futbol ham birinchi taym 45 minut-u, birinchi taymimiz tugadi hozir. Endi ikkinchi taymimiz boshlandi. Birinchi taymda hali hayotga solishtiradigan bo'lsang, birinchi taymda bitta ikkita gol urib olgan odamda ikkinchi taymi zo'r bo'ladi. Bemalol damda olib yashaydi. Futbolda ham shunaqa, ikkita gol urib olsangiz, ikkinchi taymda xotirjam o'ynaysiz. Akmaljon ikkita uchta gol urib olgan. Ikkinchi taymda xotirjam yashaydi. U hayotda ham bitta ikkita ishlar qilib olgan bo'linsa, 45 dan ag'iga dam olib, maza qilib yashaydi. Hali kimdir gol urgani ulgurmagan, kimdir ikkinchi taymda rosa harakat qiladi, bo'lmaydi. Nima deydi? Qo'shimcha daqiqalar qo'shib berilmaydi umrida. Futbolga o'xshab. O'shaning uchun ibodatni ham yo'lda qilib, nima deydi, hammasini joyiga qo'yish kerak. Keyin o'yindan tashqari holatda bo'lib qolmasak bo'ldi hayotda. Amin. Yoki zamina bo'lib ketmasak bo'ldi. Burnimizni ham alishtirib olishlari mumkin-da. Yaxshi futbolda ham yaxshi o'ynamasang, o'yiningni alishtirib oladi. Hayotda ham yaxshi yashamasang, ibodatlar joyida qilmasang, qizilda berib chiqarib olishadi. Endi ko'tarib o'rib, baladiy qabristonga olib kelib ketishadi. Shuhratjon, endi sizga savollar bor, ko'pgina. Shuhrat hozir afsatlar bilan birga ishlayapti-ku. Zo'r-ku. Chetdan peshinlarda ko'rib turib qolishamiz. Namozdan paydam. Kecha kuni kirib yon duolar qilib chiqib ketdi. Sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Futbolni tezlataylik. Xudo xolasa bo'ldi. Ikkinchi taymda qattiq o'ynaymiz. Akalar ko'rishamiz.